qo'zini narxi qachon tushar ekan, narxi rosa arzonlaganda olaman deb kutib turgan obunachilarimiz uchun avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar va bizni muntazam ravishda kuzatib borayotgan tomoshabinlar. Barchangizga kun xayrli, barakotli bo'lsin deb bugun hafta kuni dushanba 5-may 2025-yil. Biz hozirda Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo tekstillar oldidan hurmatli obunachilar o'zimizning xonadondan 32 bosh hammasi qo'chqor, qo'zi qo'chqorlar olib kelganmiz. 4,5 oy plus minus. 4 oy plus minus to'g'raylik, kami 4 oylik inshaalloh hammasi qo'chqor, qiziqqan qo'zilarga 80% ni quloqlari butun, hammasi lekin bir xora qiziqqan qo'zilar sotiladi. Bu qo'zilarimiz ekranda o'ylab qoldiraman, dastavkalarimiz O'zbekiston bo'ylab bor. Bu qo'ylarimiz ma'lumotlarni video davomida berib o'tib ketamiz. Videolarimizni bittadan like deb bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Qo'ylarimizni narxini arzon yoki qimmat qo'yganimizni xolisona kommentariyada aytib o'tib ketasizlar. Do'stlar, bo'lmasa videolarimizni boshladik. Hozirda ko'rib turgan qo'zilarning hammasi shu yerda O'zbekistonda tug'ilgan qo'zilar, to'g'risi qayerdan kelganini bilmaymiz. Biz shu yerdan sotib oldik. Yedi ishtisiga garantiyalari 1 hafta davomida garantiyasi bor. Qadrdon obunachilarimiz. Xo'p, bu qo'zilarning soni 32 dona, hammasi qo'chqor, 4,5 oy plus minus. Bo'ylari 60, 65 plus 65 bo'lsa kerak. To'g'risi o'lchangan yo'q. Shunday keldi, 3 kun sinaldi yeb-ichilari. Syomka qilganimiz yo'q. Sinalgandan keyin syomka bo'lyapti. Hammasi junlari olingan. Junni ichida qo'zi bor, akalar, bir qaror junni ichida qo'zi bor. 12-15 kun bo'lgan junlari olinganiga bu qo'zilarimiz. Ili 2 oylik chinalar hamma yo'q bo'lgan. Qashdan o'yladi, qaranglar. Inshaalloh hammasi raketa dumba, tikka dumbalaridan. Sizda bitta sho'lpi dumbasi yo'q, ketmon dumbasi yo'q. Mana quloqlarni ko'ryapsizlar, butun. 80% ni qulog'i butun, do'stlar. Xudo xolasa bu qo'ylarimizni kuzgacha boqsalaring, bir xora qilib, joyim bor, yemim bor deganlarga ozgina makka, beda berib, qo'l yo'rga to'salar juda zo'r qo'zilar akalar. Eng qiziq joyi bor. Hammasi qo'chqorda, ichida bitta sog'lig'i pishmasi yo'q. Bemalol tekshirib olasizlar, do'stlar. Xo'p, bo'lsa videoni cho'zmaylik. Ming gapirib, ming maqtaganimizdan eng qizig'i narxida bo'ladi. Narxiga o'tamiz. Indallosiga, gapni indallosiga o'tsa, xo'p, bularni endi optim bahosini aytamiz. Optim kelgan, optimiga 3 million 200 baho qo'yilmaydi, do'stlar. Bo'ladigan narxini qo'yamiz. Junni ichidaligida 3 million teva sotilgan qo'zilar mana shular. Xo'p, bularimizni optimini 32 tani bir joyga olganga 2 million 800 ming so'mdan baho qo'yapmiz. Yana oz-moz kelishadigan joyi bor albatta. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar, shoshilinglar, ulgurib qolinglar. Qulpini oyni ham rosa pishgan mahalla yeb oladigan obunachilarimiz yana qulpini ham rosa pishgan mahalla qo'zilarimiz rosa arzonladi. Mana, to'qli qo'chqor olib qo'ygan bular. Bir xora qilib boqadigan havaskata, chiroyli hali g'ana-g'uni yig'ilgan qo'zilar bir xorada mana. Junlari bir xilda olingan, inshaalloh katta bo'lganda ham bir xilda katta bo'lib beradi. Bitta but pul ushlayman degan obunachilarimizga mana. Shoshilib qolinglar, hurmatli obunachilar. Manzilamiz yana eslatib o'tay. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo tekstillar oldidan o'zimizning xonadondan syomka olib bordim, o'zimning qo'ylarimni. Xo'p, sizlar bilan Abdulloh Husayn Yoshad, men Abdulloh bo'ldim. Shoshilinglar. Xo'p, bular narxini aytib o'tdi. Donaga narxini aytmabmiz. Donaga 100-200 ming ag'i-bag'i kirishiladi. Xo'p, mana 2 million 800 ming so'mdan qo'yilgan narxda xolaganlar tanlab olasizlar, dastavkasini kelishamiz. Agarda o'zi chiqarib bering deganlarga 2 million unisi kelishamiz. 2 million 700 dan ham chiqarib beraman. 2 million 600 dan ham chiqarib beraman. O'zingizga kelib ketsalaring. 2 million 600 ming so'mdan ham chiqarib beraman. Qo'ylar ko'ryapsizlar, hammasi ideal holatda akalar. Hurmatli obunachilar, manzilimiz Farg'ona Toshloq tumani Devo tekstillar oldida. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bitta ikkita olganga O'zbekiston bo'yicha dastavka kelishilgan holatda bor.